Akalar, korpusda salli posatga joyini oblovka qilib oldik. Shu ko'rinishda bo'ldi. Hozir mana shu stanovga qo'yamiz. Video davomida xudo xolasa ko'rsatib boraman. Ustanovka jarayonidan akalar. Xo'p akalar, detalni выставлять qilib oldik. Mana shunaqa shpilkalar bilan tortib oldik aka. Qulochoq kamroq ushayotganning hisobiga. Xo'p, akalar, korpus обработка qilib oldik. Akalar, valni naplavka qilib oldik. Sovutyapmiz. Sovushi bilan stanovga qo'yamiz. Valni ustanovka qilib oldik akalar. Akalar, valam tayyor, xudo xolasa. Akalar, korpus обработкасini tugatib oldik. Mana shu ko'rinishda bo'ldi aka. Salliklarini qoqib oldik. Yo'qda men hamma detallarini tayyorlab olganmiz. Xudo xolasa zborkani boshlaymiz. Akalar, qaynab turgan yog'da pachimlikni qovuramiz. Akalar, 3 sotgan atak mana shunaqa kiyiladi. Hop, bo'ldi. Zborka jarayoni tugadi akalar, klientga topshirsak bo'ldi.